U bo'ynigacha okean suv ichida turar, sovuq esa uning yurak urishini asta-sekin sekinlashiga olib kelardi. Ammo politsiya xodimlari yetib kelishdi. Ular shunchaki sohilda turib kuzatishdi. Ular sohil xavfsizlik xizmatiga qo'ng'iroq qilishdi, ammo qayiq hech qachon yetib kelmadi. Bir ayol uni qutqarishga urindi, biroq politsiya bunga ruxsat bermadi. Hatto erkak hushidan ketib suvga cho'kayotganda ham ular hech narsa qilishmadi. Nihoyat bir oddiy fuqaro uni sohilga olib chiqdi. Ammo endi juda kech edi. Oila a'zolari politsiya xodimlarini uni qutqarishlari kerak edi degan vaj bilan sudga berishdi. Biroq politsiya xodimlari erkakning hayotini saqlab qolish ularning mas'uliyatga kirmasligini aytishdi. Sudya ham bunga rozi bo'ldi va ishni to'xtatdi. Aynan bu surat 2011-yil 30-may kuni Kaliforniyaning Alameda sohilida olingan real tasvirdir. Suratda ko'rib turganingizdek, politsiya xodimlari ular qirg'oqda turib, suv ichidagi Raymond Zakni shunchaki kuzatib turishdi. Atrofdagi guvohlar politsiyadan yordam so'rashgan. Hatto videoda aytilgandek, ba'zi fuqarolar suvga tushmoqchi bo'lishganda, politsiya ularni to'xtatgan.